alaykum, Umar avto obunachilari. Ertalabda Andijon moshina bozoriga chiqib olganmiz. Yakshanba tongida akalar 15-fevral video davomida ko'rasizlar. 1.8 va 1.6 narxlarini tanishtirib o'tib ketaman. Bitta like bosib kanalimizga obuna bo'lib qo'yasizlar. 2015 midi bu? 11-yil. 2011-yildan boshladik. Kraskalari-chi? Orqa krillosida bor, ikkala orqa krilloda yuzaki kraskalari bor. Motor, hadovoy korobkalari 100 ming so'm sarflaydigan joyi yo'q. Aka olinasi motor, hadovoy korobkalari go'zal holatda. Eng qizig'i aka, oldi soat shartnomasini biz qilib beramiz. Nomer texpasport qada bo'lsa bo'ldi. Holatini ko'ryapsiz. Mana yon tomon ko'rinishlar. Balon holatlari ham yaxshi holatda turibdi. Diskalarigacha o'rnatib qo'yishgan. Zavodskiy diska ekan bu cho'kani. Obshifkalari 1.8 a bu? 1.8. Chexol polik, rol, Tesla monitor. Yurgani ham 374 ming yurgan, luklargacha bor. Endi yomg'irda ko'rinmayapti. Ko'rishlaringiz mumkin. Obshifka holatlari, salonida chexol polik, mana bu tomon ko'rinishlari, holatlari yaxshi holatda turibdi. Optira stoplar qo'yib qo'yishibdi. Optira stoplarigacha bor. Bu propanmi? Ha, aka. Propani bor. Propan benzinda. Orqa tomon ko'rinishlari. Narxini qancha so'rayapsiz? $5800 kami bor. $5800 kami bor. Generalni berasiz bunga? Generalni asha ichida chiqaveradi. Generalni bermaylik. Generalni bermaydi. Ha? Oldi soat shartnomasini biz qilib beramiz. Dokument. To'lovni biz qilib beramiz. Ha, notar solosi. Ha, nomer texpasport qada bo'lsa. Bu nomingizga o'tkazib olasiz. Akamiz tomonidan o'tkazib berilaveradi. Muammosi yo'q. Nomer texpasport taqib olsangiz bo'ldi. Nomeringizni aytsangiz? 94lik 562 41. Jinsiy. Pulga qarang. 10x bermay, Lacetti bilan ko'rsatib olaylik. Ha, Lacetti. Bu 2011 bunisi. 2011 kraskasi. Kraskasi aka 100 aka bir 30% bor. 30% Yonboshlarida oldi orqasi butun, motor hadovoylari zo'r holatda. 5,5 ming, boring $5200 kami. Holatlarini bir qator ko'rsatib o'tib ketamiz. Ikkinchi paytda buni ABS konditsioneri bor edi-na. Hamma yo'g'i bor. 4 yumshoq baloni. Akalar, ayb shu 30% kraskasi bor. Kalit nariga mosada qo'yib ketib. Bu. Yurgan qancha edi? Yurgan aka 370 ming. 370 ming yurgan. Metanda bu. Propanda bu. Bu ham propanda ekan akalar. Ko'rishlaringiz mumkin. Tanlab olish, xohlasanglar jinsivisi bor, xohlasanglar u mashinasi bor. Ko'ringlar mana. Holatlari bunga ham yaxshi. $5200 dan kamini qilib berishadi. Nomeringizni aytsangiz? 94 562 41 raqamlarga aloqaga chiqasizlar. 10xni necha tushuntirib bo'lsangiz, Lacetti'larga qo'shib olmaylik. Aka, qarang, 2023-yil 30 ming yurgan kraskasi toza. Necha beramiz? Yuboy dokument chiqadi. Cobalt pulida beramiz. Necha pul? 10 ming kami bor. Qiziqarlar nomeringiz? 94lik 562 41. Eng qizig'i metan gazi ham bor. Bo'ldi. Ozodbek akanga sotmoqchi bo'lsangiz ham, olmoqchi bo'lsangiz ham aloqaga chiqaverasiz. Lacetti 1.8 ishqibozlarga 2012-yil. Kraskalari-chi, hoji aka buni? Bitta orqa qanot, bitta old kirloda kraskalari bor. Ikkita joyda kraskasi bor. Endi o'z uchun tekshirtirib olaverasiz mashinani. ABS, konditsioner, gazlari o'rnatib qo'yilgan. 1.8 motor bilan jihozlangan mashina. Korobka hadovoy ishi yo'qmi? Motor rasxodlariga yo'q deyapti. Yonlarini ko'rishingiz mumkin. Bitta laykni qizartirib qo'ysangiz bo'laveradi. Yumshoq archa balonlarda, balon holatlari ham yaxshi holatda. Salonlar, obshifkasi. Probegichi hojiga 227 ming yurgan obshifkasi, lekin yaxshiroq holatda ekan. Ko'rishlaringiz mumkin. Orqalarida ham chexol poligi bor. Optira stoplargacha o'rnatib qo'yishgan. Kommentariyaga qanaqa mashinalar sizlarga qiziq yozib ketsanglar, keyingi videolarimizni chiqaramiz. Gazi, zapaska balonlarigacha bor. Gaz, benzinli yuradi. Arzon Cobalt'i ham bor. Aloqaga chiqsanglar hoji akaga. Narxini necha pul qo'yamiz Lacettini? $6000 kami bor. Generalni berasiz? O'zimning nomida. Dokumentdan muammosi yo'q-a? Yo'q, o'zimning nomimda. Dokumentdan muammosi yo'q. Nomeringizni aytsangiz? 91lik 477 4006 raqamlariga aloqaga chiqaverasizlar.
Yili nechidi buni? 2011-yil. Davom ettiramiz 1.8lardan. Kraskasichi. Kraskasi pash toza mana. Pashti toza. Ketmo? Ha? Mana o'zi bilingan. Mana ma'dir ishtobchi. Mashitida rektovchi kosmetikasi bor. Mashida mana mashina petnosi bor ekan. Bir shapala. Motor ходовой коробкasi. Bu hujjatini avion travelga qilib motorlarga ko'rib olaveradi. Ko'rib olaverasizlar ekan. ABS konditsioner 1.8 mashina gazlargacha bor. Yonlarini ko'rishlaringiz mumkin. Mashinaga yumshoq balonlar taqib qo'yilgan. Diskalar zavodskoy. Salonida chexol polik, afshukasini ko'rishingiz mumkin. Yurgani qancha? 387 ming yurgan mashina. 5 shumkada. Orqasida chexol polik. Mana bu tomon ko'rinishlari, afshukalari yaxshi holatda. Bitta layklarni qizartirib qo'yasizlar kelar. Kommentariyaga qanaqa mashinalar qiziq, kommentariyaga yozib ketaverasizlar. Gazi bor metan benzinda yuradi. Yonida arzon Cobalt ham bor. Aloqaga chiqsanglar, yana batafsil ma'lumotini beriladi. Narxini nechga qo'yamiz? Kanaldan bo'lsa 5300 barakaga o'tib beramiz. Umar avtodan desanglar 5300 dan o'tib berasiz. Barakaga o'tib beramiz. Barakaga. Nomeringizni aytsangiz? 97lik 473 2080 raqamlarga aloqaga chiqinglar. Batafsil ma'lumotni akamizdan olsanglar bo'laveradi. Lacetti 1.8lardan ko'rsatamiz. 2010 kraskalari-chi buni? Petnoga baraka bo'ladi. Ikkita joyda petno bor deyilyapti. O'z uchun tekshirtirib olaverasiz. 1.8 bilan 1.8 akalar, gapimni ham adashib ketyapman. ABS konditsionerlari bor. ABS monos konditsioneri ko'rishlaringiz mumkin. Korobka ходовойлari-chi buni? Yuzal deyapti. Mana yon tomon ko'rinishlar. Bitta like qizartirib, kanalga obuna bo'lish esdan chiqmasin. Yumshoq balonlar taqib qo'yilgan. Salonida chexol polisi bor. Afshukalarni ham ko'ryapsizlar. Yurgani qancha? 90 necha? Ha. 292 ming yurgan mashina. Albatta, yo'q. Men 92 ming deb eshitibman. Shu ikkisini eshitmayapman. Kolongalargacha bor ekan mashina, ko'rishlaringiz mumkin. Gazlari bilan jihozlangan, metan benzinda yuradi. Narxini nechga qo'yamiz buni? Nechga qo'yamiz? 6000 kami bor. Nomeringizni aytsangiz? 93lik 478 0550. Bu qorami yo? Beli, chorni beli mana shunaqadan, to'g'ri? Pudrasi bor qoradan. Ha, bo'ldi. Bu ham sizlardanmi? Buni 2013-yil 1.8 so'raganlarga kraskasi. Orqa eshikda kraskalari bor. Qolgan joyi toza. Motor ходовой коробkalari-chi? Hech qanaqa ishi yo'q deyapti. Ko'rishlaringiz mumkin. ABS konditsionerlari bor. Bitta like bosib, kanalimizga obuna bo'lish esdan chiqmasin. Mana yon tomon ko'rinishlari. Yumshoq balonlar taqib qo'yilgan mashinaga. Chexol poligi bor. Afshukalarni ko'rishingiz mumkin. Rol qo'yilgan. Probegi qancha buni? 310 ming yurgan mashina. Orqalarida chexol poligi bor. Yana bitta afshukalari mana. Bu tomonlarni ko'rsatib o'tib ketaman. Holatlarini ko'rib o'tyapsizlar akalar. Gazlar bilan jihozlangan ikki mashinasi ham, ikkosi ham metanda. Endi metanlar ham hozir bemalol olib qolyapti. Buni narxini nechga qo'yamiz? Narxini nechga qo'yamiz? 6200 dollar kelishadigan joylari bor. Variant yo'q, barter bor. Sotmoqchi bo'lsanglar olaveradi. Qiziqqanlar uchun nomeringiz 93lik 478 0550. Yana qaysi biri? Ha, opera shunday. 2013. Lasettidan tarqaganmi? Akalar, Gentra laqabli Lasetti 2013 kraskalari-chi? 50-60 bor, ko'rib oladi. Suvalari butunmi? Suvalari butun. Suvalari butun. Ikkinchi paysamidi bu? ABSlari bormidi? ABS konditsioneri bor. Amerikankasi endi original bo'lmasa kerak-a buni? Ha, bo'ldi.
yumshoq balonlar taqib qo'yilgan, ko'rishlaringiz mumkin. Salonida chexol poligi bor. Monitori bor, ikkinchi payti mexanika, tomlari alkantaralar qilingan. Yurgani qancha buni? 217 ming yurgan. Kilodan tashqarimi? Bu orqalarini ko'rishlaringiz mumkin. Kilodan tashqari shumka bo'lgan ekan. Gazi metana buni? Gazi metan. Kapotlargacha shumka bo'lgan. Nech pul qo'yamiz buni narxini yaqinroq qilib qo'lga tegadiganini aytsanglar ham bo'ladi. 5000 Kanalning 56 dan o'tib beramiz. Ha, Umar avtobudaman deysizlar akalar. 5600 dollar kelishadigan joylari bor. Akimenta muammo yo'q-a? Akimenta muammosi yo'q. Nomeringizni aytsangiz? 93lik 070 0381 raqamlarga aloqaga chiqinglar. Batafsil ma'lumotni akamiz o'zlaridan olsanglar bo'laveradi. Akalar 2011 yarmi ham bor. Ko'rishlaringiz mumkin. Kraskasi-chi? Ikkita yo 3ta detalda kraskasi bor. Mashkiloda bor ekan lekin. Mashkiloda Abrisovka ham o'zgartirilgan, ko'rishingiz mumkin. Udardan ekan mana. 1.6 mi 8 mi? 1.8. Va knishkasi bor. ABS konditsioner, gazlari bor, korobka, hadovoylari-chi? Zo'r. Ishlari yo'q ekan. Yumshoq balonlar taqib qo'yilgan. Yonlarini ko'rishingiz mumkin, qadrdon. Bitta like bosib kanalga obuna bo'lib qo'yasiz. Avshipkalari chexol, polik, bar, rol qo'yilgan. Yurgani qancha bo'lib ketdi buni? 328 ming yurgan mashina. Orqalarida chexol poligi bor. Bu tomonlarini ko'rishingiz mumkin. Avshipka holati. Optrastoplar qo'yilgan. Gazlari bor, metan. Holatlarini ko'ryapsizlar. Narxini nech pul qo'yamiz buni? Narxini nech pul bo'lib qoldi? 5,5 ming kami bor. Generalni berasizmi unga? Generalni chiqadi. Nomerlaringizni aytsangiz? 95lik 878 1088. Bu ham sizlardan? Xolisinglar oq, xolisinglar qorasi. 2013 kraskasi? Kraskasi bor, oldi orqa butun 30% bor. Oldi orqasi butun 30% kraskalari bor deyilyapti. Motor, hadovo korobkalari? Ish yo'q. Propan ekan-da bu. Konditsioner yo'q ekan, ABS bor ekan. Korobka hadovoda ish yo'q. Yumshoq balonlari bor, o'rta holatda yonlarini ko'rishingiz mumkin. Probeg qancha? 138 ming yurgan Lacetti 1.8 ishqibozlariga. Orqalarida ham ko'rsatib o'tkazamiz. Tabletga ham propani? Tabletga propanlari bor. Bitta like bosasiz, kanalimizga obuna bo'lib qo'ysanglar, manfaatli videolar chiqarishga harakat qilamiz. Narxini nech pul qo'yamiz buni? 5600 dan ozgina o'tib beramiz. 5600 dollar kami bor. Variant chiqadimi? Faqat naqd pul asosida savdosi bo'ladi. Nomeringizni aytsangiz? 97 985 77 66. Raqamiga aloqaga chiqinglar, batafsil ma'lumotni akamizdan olsanglar bo'laveradi. Shikalar narxga, arzon narxga akalar. Ko'ringlar-chi mashinani. Ko'rinish jentiraveradi, o'zi Lacetti laqabligi. Ko'rishinglar bo'laveradi. Kraskasi qancha edi buni? Toza joy 5-10% bor. Toza joy. Suvaylari butunmi? Ha, suvalari butun. Suvaylari butun. Motor, hadovo korobkalari-chi? Mashina ishi. Vapshim ish yo'q ekan. Ko'ring-chi mana mashinani. 1.8 mi bu? 1.8 diskalargacha qo'yilgan. Endi olib minib yursangiz bo'laveradi. Sastanalari yaxshi. Salonlarni ko'rsatib o'tamiz. Chexol polik bari bor. Malibu barda yurgani noma'lum-a buni? 500 ming atrofida yurgan ekan. Ko'rishingiz mumkin. Ashkalari generalnidan muammosi yo'q. Orqa tomon ko'rinishlari. Xullas mashina puliga yarasha tiniq. Pulidan u anaqasi ham bo'laveradi. Qo'lga tegayotgani 1 so'm kami yo'q. 4700 1 so'm kami yo'q. Oxirgi narxi undan kamaytirib bera olmaymiz. Qiziqarlar. Nomeringizni aytsangiz?
91'lik. 91'lik 619 619 1836. 1836. Raqamiga aloqaga chiqinglar. Batafsil ma'lumotini Doniyor akam o'zi beradi. Gaplashinglar, kelishinglar 4700 ga shikalan deb o'ylayman.